taksi sohasidan, ya'ni noldan rahbarlik darajasigacha chiqqan odamni eshitganmisizlar? Men shu odam bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bugun intervyu ichlaridan o'tayotgan har bir gapni, hayotlarida bo'lgan har bir narsani gapirib beradilar. Ya'ni aka-ukalar, o'zimning akam, taksi nomer 001 Yandexda to'g'ridan to'g'ri hamkori bo'lgan Akmal Berdiyev oldiga keldik bugun. Qani ketdi o'qili. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Aka, sizdan bugun intervyu olgani keldi. Hayotingizda bo'lgan jamiki yaxshi yu yomon kunlaringizni va taksopark darajasigacha yetganingiz, ya'ni rahbar darajasigacha yetganingizni polniy obzor qilib gapirib berasiz. Ichkariga kiring, marhamat. Qani ketdi. Berdiyev Akmal 1984-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Hozirgi paytda taksi nomer 001 taksopark asoschisi hamda YouTube va Instagramda taksi nomer 001 nomi ostida o'z muxlislariga ega. Yana bir bor assalomu alaykum Akmal aka. Assalomu alaykum. Aka, taksi sohasi hozirgi paytda juda ham aktual temalardan biri va uncha ko'zga ko'rinmaydigan soha hozirgi paytda hamma yoqda ommalashayotgan taksi sohasi bo'ladi. Shunaqa. Instagramga qaramang, ko'chaga qaramang, hamma yoqda shu gap. Siz o'zingiz taksi sohasiga nechinchi yil kirib kelgansiz va necha yildan beri astoydil taksi sohasida ishlaysiz? Xo'p, taksi sohasida ancha yildan beri ishlayman. Orada uzilishlar bo'lgan. 2003-yildan desa bo'ladi. 2002-2003-yildan beri orada uzilishlar ancha bo'lib qolgan, lekin astoydil bel bog'lab ishlash boshlaganim sanasi ham bir chiroyli. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, 22-02-2020, ya'ni 2020-yil yilni boshidan boshlab astoydil kirishganman. O'sha paytda qanaqa mashina haydagansiz? Hozir hamma biladi, siz hozir o'zingiz siz tanigan odamlar Honda EQ5 mashinasida yurishingizni biladi. Ko'pchilik bunaqa mashinaga birdaniga erishib olish mumkin. Taksopark ochdi, bo'ldi, mashina bemalol ola oladi degan fikr keladi. Lekin shu mashinani olguncha qanaqa qiyinchiliklar boshingizdan o'tkazganingizni uncha odam tasavvuriga keltira olmaydi. Shu birinchi olgan mashinangizdan boshlab keyingi mashinalargacha bo'lgan tarixni bir esla olaysizmi? Men hammasini esla olaman, chunki juda og'ir kunlar bo'lgan, yaxshi kunlar ham bo'lgan, yomon kunlar bo'lgan, har xil vaziyatlar bo'lganda, shunaqa paytlar bo'lgan. Bir qatqadir uzoqga chiqib ketib, hech kim yo'q joyda bir o'zingiz ham mana ishlaysiz-ku taksida masalan. Bu narsani yo'q demasligingiz mumkin, chunki taksida ishlaydiganlarning ko'pida bu holat bor-da. Mana chiqib baqirib, mana ichimdagi g'uborni chiqarib yuborganlarim keladigan paytlar ham bo'lganda. Endi mayli intervyuga kelibsiz, hali hech kim bu intervyuni so'ramagan, olmagan, sizga noldan to hozirgi kungacha bo'lgan narsani ochiq oydin aytib beraman. Mani kuzatadiganlar bor, ancha yildan beri kuzatib kelayotganlar bor, biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Xo'p, 2020-yil shu imенно Yandexga ulanib, Yandex sohasida ish boshlashimdan oldin ancha-muncha ozgina bosh og'riqlar bo'lgan, erkak kishida bo'ladi-yu, hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi. Bir og'ir shunaqa vaziyatlar bo'lgan, pashti yani noldagi holatda bo'lganman. Xo'p, noldagi holatda bo'lib turib, Spark 125 mokriy asfaltim bo'lardi. Nomeri 01R 027 brendlangan. Mani eskidan kuzatadiganlar biladi o'sha mashinaning borligini. Plani bor edi u mashinani. O'sha mashinada ishni boshlaganman. U payt uylanmaganman, boshqa qilmaganman, bo'ydoqman. Endi ishni boshlab turib, yoshim ham o'sha ancha o'tib qolayotganini ko'rib, uylanish ham kerak bo'lgan. Bu yoqda ro'zg'or, arenda, uylanish kerak. Cho'ntagiga qo'lni tiqadigan bo'lsa, unda chiqarsa hech balo yo'q. Ishlayman. Qanaqa qilib yig'ishni bilmayman-da. Uyga kuniga 100 ming so'mdan ham yig'ib ko'rganman. Baribir ketib qolar ekan. Keyin gap o'ynashni boshlaganman. Ya'ni mahallada bitta gapga 500 minglikka qo'shilganman, bittasiga 1 millionga qo'shilganman.
Bir oyda hisoblaydigan bo'lsangiz, birinchi oy boshlanishida 5-sanada bitta gap keladi, 10-da bitta gap, 15da bitta gap, 20da bitta gap, 25da bitta gap. Mana shunaqa qilib o'zimni ishlatishga tushgan pulni gapga beraverardim-da, aytardimki, men oxirini olaman gapni derdim. O'rtasida, boshida yo navbatim kelganda emas, o'ynagan gapimga oxirida olaman derdim. Mana shunaqa qilib, u paytda Yandexda masalan 10 ta taksoparkka ulansangiz, 10 xil reyting bo'lardi. Hozir hammasi bitta-ku, u paytda har xil bo'lardi. Menda 3 tami 4 ta taksopark bo'lardi, ulanganim. Ertalab chiqardimda, ishni boshlardim. Birinchi akkauntimda o'sha dam olganda blokka qo'yardi, ikkinchi akkauntga o'tardim. Itago shu 17-18 soatlab ishlardim. Bu narsaga boshida ko'nikish oson bo'lmagan. Yo'lda har xil vaziyatlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin baribir ishlayverganman, chunki uylanishim kerak. Uylanish uchun nima qilish kerak? Pul topish kerak, ishlash kerak va yana ishlash kerak. Shuni hisobiga o'zimga o'zim shunaqa rejim qilganmanki, ertalab soat 5 da uyg'onardim. 6 da o'sha ko'chaga chiqardim. Faqat bosa-bos kechasi 10 dan keyin 11 da o'sha ishni tugatardim. Mashina qilib faqat bosib ishlardim. Bosib ishlaganingizda faqat arenda uchun va qorin to'yg'izish uchun ishlangan. Yo'q, bu yerda boshida shunaqa bo'lgan, arenda uchun, qorin to'yg'izish uchun. Keyin bu yerda uylanish kerak, uylanishga pul qilish kerak, boshqa qilish kerak. O'shani hisobiga menda shunaqa holat bo'lgan, iloji yo'lidan bu. Haydab turgan mashinamni bosib arendasini hali ozgina bor muddati, lekin o'shani ustiga kelishib gaplashgan holda mashinani zalogga qo'yganman. Zalogga? Ha. $3000 ga. U $3000 sizga nimaga kerak bo'ladi? Uylanishga. Ham bu yoqda arenda, Ham arenda. ham zalogga olingan pul. Shunaqa. Allohga tavakkal qilganman. Kakras ishlayotgan paytimda karantin bo'lib qolgan. Karantinda menga ruxsatnomalar berishgan mashinaga. Mana shu joy qolib ketayotgan ekan. Instagramimni o'zimni oilaviy Instagramimda profilimda rasmlari bor. Sizga hali ko'rsatib tashab beraman. Expo Centerda agar esingizda bo'lsa, produktlarni tashishardi upakovka qilib. Karantinda uyda o'tirmay deb ishga kirganman o'sha yoqqa. Ertalab ishchilarni olib borardim mashinada. Kechqurun ishchilarni qaytarib olib kelardim, o'shanga pul to'lardi. Plus u yoqda yana fasovkada guruchchi, kartochkani, balobatari fasovka qilsangiz, yana masalan pul berardi-da. Men aytardimki, xo'jayin bilan gaplashib, "Oka, mana shunaqa sharoit og'ir, ishlamasam bo'lmaydi. Mehnatdan qochadigan bo'la emasman. Menga mana bu fasovkalaringiz unchalik foyda bermaydi. Mayli, olib borib kelyapman, benzin, gazimni quyib berasiz, yana oylik to'lov to'laysiz. Men yana ishchilarni olib kelgan paytimda shu yerda ishlamoqchiman-da. Ishchilarni olib ketganda keyin yana qaytmoqchiman desam, menga aytganki, Kamazlarda u payt Ehson o'sha kasallarga tarqatishga upakovka qilishga Kamazlarda kartochka, piyoz, mana shunaqalar kelardi-da, guruch, 50 kilo har bittasi. O'sha Kamazlarni ana shu yelkada 50 kilolik qoplarni olib tushirardim. Fasovkada ayol kishilar turishardi. O'sha fasovkada keyin fasovka qilgani olib borib, guruchlarni yorib, olib 50 kilolik qoplarni ko'tarib, to'kib berib, ertalabdan kechgacha u yoqda ishlardim, kechqurun yana ularni olib qaytardim. Oke, mana shu zalogga mashinani qo'ygansiz, pul olgansiz, ham bu yoqda arenda. Arendadan ham zalogdan qutulish qiyin bo'lgan-a? Juda qiyin. Endi qarang, mashinani necha yil arendada haydagansiz va keyingi mashinangizni necha yilda olgansiz? Xo'p, shuni orasida karantin tugashi bilan o'sha 3000 olganimni to'y qilganman-da. To'y qilish ham juda qiyin bo'lgan. Endi karantindan keyin sal rasxod kamroq bo'lgan-ku, o'sha 3000 ga bitib ketgan. Eng qizig'i endi mana shu to'yim kuni shu darajada bo'lganda, hozir ham eslayman, nemdo yotaman. To'yim kuni ertalab masalan
sartaroshga boradi kuyov bola, u qiladi, bu qiladi-yu. Men ertalab 5 da turib ishga chiqqanman Yandexga. To'y kuni. To'y kuni. Yandexga chiqib soat 9 gacha ishlaganman. 9 gacha ishlab, 9 da ishni tugatib, sartaroshga borganman o'sha pulga. Ana har bir narsadan ekonom qiladiganman-da, tushunasizmi? Shu darajada bo'lgan. Shu boshingizdan shuncha narsa o'tkazganingizni hozirgi sizni, ya'ni hozirgi paytda endi taniyotgan odamlar bilsin, ko'rsin degan maqsadda olinyapti bu intervyu, aka. Ya'ni taksi sohasida intilsa, harakat qilsa, nimagadir erishsa bo'ladi degan maqsadda olinyapti. Bir menga aytib berdingiz, mashinangiz ustiga kiradigan holatda siz ishlab o'shani pulini qilgansiz. Shunaqa. Qachon aytib bera olasizmi? Shunaqa vaziyat bo'lgan. 2 yilda o'zi почти mashinadan qutulingan, qarzlardan qutulingan. Shu bilan Spark 125 mashinasi bor-ku. Mana shu manchalik hech kim bilmasa kerak. Obdon mehnat qiladigan mashina, gap bo'lishi mumkin emas, zo'r, lekin bitta nosi bor, korobkasi. Mashinam 240 ming probeg bo'lgan paytda mashinaning korobkasi ketib qolgan. Mash shunaqa udar bo'lgan, ishoning. Mashina korobkasi ketdi degani men to'xtadim degani. Akmal sindi degani. Allohdan shunaqa so'rayirdim. Ey Allohim, sharmanda qilma, o'zing rizqimni ber. Nima qilib bo'lsa ham o'zing yo'l ko'rsat, ish qilib ani yarim yo'lda qolib ketib, bir narsalar bo'lib ketmasin deb, mana shu yig'lab turib so'rayirdim-da. Shu bilan ustiga olib bordim mashinani. Ustiga olib borsam, oldin Toshkent hamma yog'ini qarab chiqdim. Shahar bo'yicha 3 ta bor ekan o'sha korobkani tuzatadigan bolalardan. Unisi bilan gaplashdim, bunisi bilan gaplashdim, hammasi qarochi u yoq bu yoqda. Bitta Ulug'bek degani bor, rohatda. O'sha qilib beraman aka, $500 bo'ladi dedi. Ko'zga hech bola ko'rinmayapti u payt. Mashina yurish kerak. Garantiya bormadim. Bizda hamma, masalan, men ham garantiya degan so'zni yaxshi ko'ramiz-da. Garantiya javob dedim, bo'ldi, demak javob. $500 berdim. Mashinani remont qildi. Bir kunda mashina chiqdi. Aytdiki, 3 oy garantiya dedi. Yoki 10 ming probeg dedi. Ama o'sha paytda 10 ming probegga 1 oyda yuraman. Даже shunaqa paytlar bo'ladi, 25 kun, 24 kunni ham yurib qo'yaman-da. Bo'ldi dedim, mashinani olib chiqdim, bosibman. 2 haftadan keyin g'o'g'o deb korobka zvuk beryapti-da. Yana endi ustiga olib borishim kerak-ku mashinani. Olib borsam, ertalab soat 9:10 da olib borib topshiradigan bo'lsam, kechgacha mashina turadi, o'sha remont qiladi, kechqurun olib chiqib ketaman. U ham men uchun kun-da. O'shaning uchun usta bilan gaplashganimda, "Aka, ertaga olib kelasiz yoki indinga olib kelasiz" desa, olib borishdan 1 kun oldin soat 5 da chiqardim. Sanab turing necha soatligini. Ertalab 5 da uyg'onib chiqardim liniyaga. Birinchi akkaunt blokka kirardi, obed qilib olardim. Zapravka qilardim. Ketdi. Ikkinchi akkauntga kirardim, ya'ni ikkinchi taksi parkka. Uni blokka tiqardim. Ertalab 5 bo'ladimi? Undan ham o'tib, ertalab soat 9:30 bo'lganda padilamni 3-akkauntimda. Padilamni yoqardim o'sha ustaxonaga qarab. Ustaxonaga anaqasidan kirib borardim, mana shunda. Kirib borib mashinani topshirardim-da, shunda uyga kirib dab tashlab yotib uxlardim. Kechki payt turardim, mashina tayyor. Mana shunaqa qilib o'sha Sparkimni 8 marta korobkasini ochib yopgan. Oxiri 9-marta telefon qilganimda chaqirganda borsam, "Aka, mana $500. Men bor uzr, men qila olmayman korobkani" degan. "Nima qilyapsiz bilmayman-ku" degan. "Qanaqa haydayapsiz?" Xullas, "Men tuzata olmayman buni, bo'ldi" degan. Lekin baribir insonmiz, o'sha paytda pul kerak. Olib turib bo'ldi desam ham hech kim hech bola demaydi. Lekin ana o'zimdan ham, chunki moy quygan, boshqa qilgan, har almashtirganda iltimos deganman, "Men $100 oling-da, xizmatingizga rozi bo'ling. Lekin men bu pul menga yonyapti, zaril" deganman. "Korobkani necha pulga olib qolasiz" deganman. $300 ga olib qolaman degan. Zapchaska. Bo'ldi deb turib, korobkani
unga o'tkazganman $300 dodamdan qarz so'raganman. Qarz so'rab turib Sergeliga borib $1150 yangi boshqa korobka taqilgan Koreyadan kelgan. O'sha Sparkingizni necha yil haydadingiz, aka? O'sha Sparkimni 3 yil haydadim. 3 yilda 490 ming probeg bo'ldi. Undan keyingi mashinangiz? Endi o'sha buziluvdi, boshqa qiluvdi-yu. O'sha paytda dodamga mol so'yishda qassobchiligimga yordam berardim. Ertalab o'zi yotishdan oldin Allohdan so'radim. Ertalab turdim-da, "Ey Allohim" dedim, "Tirikchiligim shundan. O'zing yo'l yo'riq ko'rsat, yordam qil" dedim. Allohdan astoydil so'radim-da, dodam telefon qilib "Bugun mol so'yamiz" dedilar. "Bo'ldi" deb Yangioboddan chiqib Nomaskovskiga qarab ketyapman. Mashina yuvilgan, toza, постоянно akkuratni olib yuriladi. Mahallamdan chiqishimdan nimadir qalbimga soldi. Robbim qalbimga soldi dedim o'sha payt. Shunda mashinani chetga qo'ydim-da, avtoelon bor-ku. Avtoelonga shunda rasmga olib turib $8000 narxga qo'ydim. Mana shunaqa holati bor deb. 2-3 ta chaqalari bor edi. Shu turishiga. Mol so'yishga Nomaskovskiga yetib borishimga telefon bo'lyapti. "Aka, mashina qo'yibsiz, borib ko'rsak bo'ladi." Mayli, keling ko'ring. Ko'rdi, hamma narsalarni etildi, boshqa qildi, ko'rdi. $100 o't bering dedi. Onamga telefon qildim. Onamni ham qanchadir mehnatlari ketganda shu mashinaga yordam qilganlar paytida. "Ona" dedim, "Mana shunaqa mashinani sotyapman." Desam, "Voy, o'zing nima qilasan?" dedilar. Ona, Allohdan so'radim. Qalbimga shu narsa solindi dedim. Qolgan rizqni ham Alloh beradi ona dedim. Mayli, $100 o't ber deyotgan bo'lsa, o't ber dedilar. 7900 ga baraka bo'ldi. Shu bilan oldimda ayolimning xolasi bor. Ularni Cobalt'i bor edi. Cho'qi Cobalt'im bor, 748, birinchi Cobalt'im. U payt Sparkda yurganimda Cobalt'larga havas qilardim. Cobalt legenda deb. Niyat addushi bor edi, Allohdan so'rayirdim. Mana shu svetoforlarda, boshqalarda turganimda bir kun kelib men ham Cobalt haydayman derdim-da. O'zimniki bo'ladi, addushi haydayman derdim. Takoy chotki qilib olib deb. Ular 2020-yil hech kim mashinani haydashni bilmaydi ularda. Do'konda savdo qilishadi. Mashinani bankdan olib qo'yib qo'yishgan. Yopib boraverishadi. Salondan olishganda bo'lib to'lashga. Mashina turibdi. 2020-yil mashina kirgan, 3 yildan beri turibdi bitta joyda, tushundingizmi? Masla, bez probeg. Salondan yurib kelgan faqat. O'sha paytda bozorda Cobalt 17 ming edi. 17 ming. Endi bitta joyi bor, mana shu holatda ishlab turganimda gap pulini o'ynaganman-ku. Gap pulini $5500 olib o'zim yangi Cobaltga to'lov qilib qo'ydim. Cobalt'im chiqadigan paytda Sparkimni sotaman deb bu pulini bunga qo'yib, olib chiqib olaman, o'zimniki bo'ladi. Arendasiz deganman-da. O'chirtga yozilgan paytimda 1 yil 3 oyda o'chirt keladi degan. Bu 2023 martlar oyida bo'layotgan bo'lsa, meniki noyabrda chiqish kerak edi u Cobalt, tushundingizmi? Shu bilan bordimda, bozorda 17 bo'lib turibdi-yu Cobalt. 15 mingga baraka qildim. 15 mingga. Ular aytishdiki, hali 3-4 oylik to'lovi bor buni dedi. Mayli, meni nomimga o'tkazma, boshqa qilma, baraka qilaylik dedim. $15,000 ga baraka qildik. 7,5 ming berdim. 7,5 mingni 1 yilda beraman dedim. Cobaltni oldim, olib chiqdim. Endi o'tirish boshqa narsa-da, tushundingizmi? Mana buzilaverib, soch miyalarni oqartirib yuborgan-ku, ana miya qaynagan payt. Cobaltga o'tirib, mana yangi, hali salonlarning hidi bor. Yonida $400 bor-ku. Shunda olib chiqib turib, sirrazi o'sha kunning o'zida gazni qo'ydik mashinaga. Polni chotki boyevoy qilib 3 kundan keyin liniyaga chiqqanman. O'zimga ozgina dam berganman-da. Mana shu 1 kun 2 kun dam olib, bu yog'ini bosaman deb. 1 kun 2 kun dam olganimdan keyin chiqib faqat gazlashni boshlaganman. Kuniga 1 million. 1 million qilmaguncha kirmasdim uyga. Soat 12 bo'ladimi, 1 bo'ladimi farqi yo'q. Planim meni 1 million edi. O'zimga o'zim ertalab Allohdan rizq so'rayirdim. 1 million qilmaguncha kirmasdim. Endi qarang, u paytda o'sha cho'ku Cobalt yurgansiz.
Ha. Keyin oq kobaltingiz. Oq kobaltni tarixini aytaman sizga. Cho'ko kobaltni oldim-ku. Lekin gapingizni bo'laman. Cho'ko kobalt hali ham o'zingiz bilan. Hali ham o'zim bilan. Nimaga bilasizmi? Mehr boshqacha u mashinaga. Shu paytgacha sotib yuborsam bo'lardi. Nimalardir qilib almashtirsam bo'lardi. Lekin u bilan ancha-muncha vaqt o'tkazganman, ancha-muncha narsalarni u mashina ko'rgan deydi, ya'ni o'zimizda tilda aytadi-yu, ikkinchi xotin deydi-yu. Boshqacha-da u. Lekin men bitta narsaga beshik ketaman, mana sizni qachondan beri tanisam, o'zingizga astoydil siz bilan yonma-yon bo'lgan narsalarni olib qolar ekansiz. Ya'ni bu birinchi kobaltingiz va birinchi Yandeksda yurgan telefoningiz. Mana o'sha telefon siz aytayotgan ancha-muncha bu yo'llari sinib ketgan Redmi Samsung Note 9 Plus de bu. Buni mana shu 2020-yil onam podarka qilganlar. Yangi telefon bo'lgan. Yangi. Olishim bilan Yandex ustanovka qilib ishlaganman. Mana shu 5 yil davomida mana yaqinda almashtirdim. O'zi kuzatib yurganlar biladi. Bu уже datavo bo'lib mana ishlamay vashi bo'lib qoldi-da. Hamma yog'i sinib, Yandex izla bo'lib, mana shu Yandexni boshlaganimdan to mana o'tgan yilgacha mana hamma narsani mana shu telefonda topganman, ishonasizmi? Hamma narsani mana shu telefonda. Buni bir obunachilarimga bermoqchi bo'ldim. Ko'pchilik obunachilarim, "Aka, onangizdan podarka bu. Buni shuncha ishlagansiz bu telefonda, shuncha narsalarni, bu telefon ham masalan, ani ancha-muncha narsani ko'rib o'rgandek men bilan. Men qayerga kirib chiqqan bo'lsam, men bilan deb постоянно bo'chasizmi? Yotganda ham, turganda ham, yurganda ham. Men nimalarni ko'rgan bo'lsam, bu ham ko'rganda, bu onamning hadiyasi-da. O'shaning uchun ishlamasa ham meni yonimda-da bu, yonimda. Eng asosiysi o'zingizga birinchi yordam bergan narsalarni olib qo'ygan ekansizda, ya'ni birinchi kobaltingiz, hop, va birinchi telefoningiz. Lekin Spark majburan sotilgan. Menimcha uni ham olib qo'ygan bo'lardingiz. Agar sharoitim bo'lganda uni olib qolardim, chunki unda ham juda ko'p narsa qilganman. Majbur sotganman-da, majbur. Chunki sotmasam bo'lmaydi. O'sha korobkasi mana bunaqa boshqa yangi korobka qo'ygandan keyin men o'zim bilganmanki, meni ishlashimga u Spark bardosh bera olmaydi. Ana endi cho'koni olib ishlayapman-ku, qiziq vaziyatni qarang. Cho'koni olib ishlayapman. O'sha endi plan qilaman. Hozir nimaga 1 milliondan urishim plan o'zimga o'zim qo'yganim. Noyabrda mashinam chiqadi-ku, salondan. 50% ni to'lash kerak. O'shani bosib ishlab 50% ni anini to'lab olsam, bu bitta mashina menga o'zimga, yana men bu cho'koyim, ikkita mashinam bo'ladi deb o'sha plan qilganman-da, tushundingizmi? Ya'ni sizning motivatsiyangiz bo'lgan. Ha, endi o'shani orasida men uylanib farzandli bo'laman-ku. Aytishadi-yu, nechta farzand bo'lsa ham, erkak kishi uylansa, Alloh rizq beradi deydi-yu. Haqiqatan shunaqa bo'lgan. Uylangunimcha topgan pulim, masalan, qanaqa qilib ishlasam ham bir 300 ming topadigan bo'lsam, undan oshira olmaganman. Uylanganimdan keyin 500 ming, 600 ming bo'lgan. Muhammad Solih birinchi farzandim. Allohdan so'raganman o'zi ham astoydil o'g'il farzand ber Allohim deb. Muhammad Solih tug'ilgandan keyin yana ham rizq topish kuchayaverganda. Cho'ko kobaltni olib 1,5 oy haydaganimdan keyin telefon bo'lyapti. Olib assalomu alaykum desam, Berdiyev Akmal Xalilovich sizmi deyapti. Cho'chib ketdim, nima ekan deb. Kredit vrodi bu yo'q, hammasidan qutulganman. Keyin menman desam, mashina avtosalonga mashinaga to'lov qilgan ekansiz, mashinangiz chiqdi, yarim pulini to'lab olib keting deyapti-da. Ana esingizda bo'lsa 23 aprelda patok chiqdi-yu, 17 ming bo'lib turgan kobaltlar pasayishni boshladi. Ana endi bosh og'riq boshlandi-da. Ana uni pulini to'lab olib chiqib ketish kerak. O'sha paytda keyin singlim Koreyada turadi, singlimga telefon qildim. Go'zal dedim, yordam qilmasang bo'lmaydi dedim. 10 kunda uzog'i bilan pulingni qaytarib beraman dedim. Chunki cho'koni olib bo'ldim, o'sha haydab qo'ydim. Anani olib turg'izib qo'yish foydasi yo'q menga.
Уже menga boshqa yoqqa qarab ishladi. Bo'ldi dedi, pul qarz berib turdi. Bordim, shunda to'ladim. Onam amazgini berdilar, olib to'ladim-da, mashinani olib chiqdim. Instagramda video ham qo'yganman, Cho'ko bilan oq Cobalt. O'rtasida rasmga tushib. Anani srazu e'longa qo'ydim, oq Cobaltni. Moment. Shunda e'longa qo'ydim. 17 men ham ochko'zlik qilib, endi o'sha payt nafsda 17 ga qo'ydim, hech kim so'ramayapti. Mashina ko'p chiqqani hisobiga narx tushyapti. 16,5 qildim, olmayapti. 16 qildim, olmayapti. 15,5, 15 u 7 qildim, bittasi telefon qildi. Xullas 15,5 mingga baraka qildim. 15,5 mingga. Sotdim, 15,5 ming pulni qo'lga oldim. O'shandan 5,5 ming qarzni berib yubordim. Bir pochka qarasangiz yonda-da. Srazu sandon tagiga qo'yildi bir pochka. Mo'ljallab. Ozgina yig'iy dedim, men bunda hozir 1 yil ishlaydi dedim. Cho'koda keyin yana 1 yil ishladim. 1 yil ishlab turib, o'zimga ana haydab yurgan oq Cobalt'im bor edi-yu. O'shani yangi borib oq Cobalt'ni oldim. Biram bozordan oldim, salon-palon ham kutib o'tirmadim. Bozordan yangi baraka qilib oldim-da, Cho'koni arendaga chiqardim. Hali ham arendada shu mashina. Hali ham arendada. Okay, shuncha bosh og'riqlar o'tkazgansiz. Ya'ni boshingizga har xil tashvishlar tushgan. Mashaqqat bilan ishlagansiz. Shu darajagacha kelishingizni o'sha paytda tasavvur qilib ko'rganmisiz? Ya'ni hozirgidagi shaxsiy brend ochish va o'zingizni Instagramda faoliyat olib borayotgan nomingiz bilan taksopark ochish, ya'ni o'zingizga shaxsiy brend yaratishni o'sha paytda o'ylaganmisiz? Yo'q. 7 uxlab tishimga kirmagan. Agar men o'sha paytda Instagramni yurg'izish, boshqa narsani boshlagan paytimda, mana men katta blogerlar ham bor-ku, karantin paytida boshlagan. Eslaysizmi? Men karantin paytida eng горячий точкада ishlaganman. Ya'ni Expo Centerda. Men hozirgi holatimda qanaqa istoriyalar qo'yaman, qanaqa videolar olaman, qanaqa kontentlar olaman-ku, mana shu tajribam o'sha paytda bo'lganda menda hozir boshqacha holat bo'lardi. Men bunaqa narsa umuman kallamga kirmagan. Faqat Allohdan so'raganman, Alloh berdi. Alloh yo'l ko'rsatdi. Alloh qalbimga soldi. Onamning duolari, otam yo'llar rahmatli. Onamni, oyimning duolari bilan shu darajagacha yetib keldik. Muxlislarni qo'llab-quvvatlashi bilan. Instagramni endi yurg'izganda qanaqa Yandexda ishlashni boshlab turib, bonusni territoriyalar boshqalar haydovchilarga qanaqadir manfaat bo'lsin, yordam bo'lsin deb yoritib boraverganman-da qo'yib. O'shani hisobidan bang qilib videolar ko'tarilib shu darajaga bo'lgan. Shu videolar qo'yayotgan paytingizdan boshlab bu yog'iga yoki undan oldin shu videoga tushadigan holat bo'lganmi? Ya'ni videoga tushmay qolgan, sizni ko'nglingizni xira qilgan yoki sizni juda ham xursand qilgan. Taksi sohasida. Masalan, nima holatda aytyapsiz hozir tushunmadim shu yoqda. Videoga olish imkoniyatingiz bo'lmagan kimdir sizni taksi sohasida, ya'ni yurganingizda yo'lovchilardan qaysi birida ko'nglingizni qattiq ranjitgan yoki sizni juda ham xursand qilgan. Bo'lgan, unaqa holatlar bo'lgan. Masalan, videoga olgan holatlarim ham bo'lgan, lekin ular qo'yishga qarshilik qilgan. Men xo'p deb qo'ymaganman, chunki o'sha qarshi chiqyapti. Endi shunaqa momentlar bo'ladi. Masalan, o'zingizdan video olasiz, ana kutmagan joydan bo'lib qoladi. Kutmagan joydan. Lekin imkon qadar olishga harakat qilasiz. Prosta kutmaysiz u vaziyatni, o'zidan o'zi dup bo'lib ketib qoladi. Voy deb orasida, lekin o'sha narsani agar zapis qilib, ommaga olib chiqadigan bo'lsangiz, u boshqa narsa bo'ladi. Sizni tanitgan videolarni esla olasizmi? Mashhurlik olib chiqqan, ha? Mashhurlik cho'qqisiga olib chiqqan. Ikkita portlagani bor. Ya'ni birinchisi bananni po'chog'i. Bobokalar bugun shunaqa bir voqea bo'ldi. 3 ta qizni yo'lga olib bordim. Qiz emas, bu shaytonni urg'otsa ekan, bular boru beparosat. Yo'lda ketayotganda banan yeb ketadi, o'shani po'chog'ini orqaga tashab ketibdi boru.
ulardan keyingi klient o'tirib aka mana nima bo'lib tashlamaysizmi deyapti-da. Shunda oldimda men ham kolodkamdan qolgan korobka bor edi bagajga, o'shanga chiroyli qilib upakovka qildim. Bir 4-5 soatdan keyin qizga telefon qildim-da, sizga dastavka bor edi, kimdanligi ichida yozilgan ekan. Ochganingizdan keyin bilib olar ekansiz dedim-da, faqat dastavkani pulini berib olib qolar ekansiz deb Yandexdan chiqarib yubordim bor dastavkaga. Bir yarim soatdan keyin qiz telefon qilyapti bor. Nima qilganingiz bu? Nima bu? Meni 42 mingga tushirdingiz, u bu dedi. Keyingi safar parosatingni ishlatasan, banan yeyotganingda dedim. Qalay bo'pti akalar, yomon bo'ptimi? Nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni qoldiringlar, to'g'ri qildimmi yo'qmi? Hammaga rahmat. Ikkinchisi Oq uydagi narkoman qiz. 100 dollaring kerak emas. Ucharkan beraylik, turtinglar jalab. Qo'lingni ol naqsa. Qo'lingni ol. Qamat qilib tashlayman, turtinglar. Erkak kishiga ularni turpingiz qilish. yetmayapti. Pulni to'la bo'ldi dedi omma Men bilan gaplash. Mana o'sha men. Men bilan gaplash, to'g'ri. Berib turing mana. Berib davlat odami. Men turtinglar. Bu videolarni menimcha butun ijtimoiy tarmoqlar ko'rdi. Ayniqsa bananni po'chog'i birinchi portlagan videoyingizni o'zim ham ko'rib, to'g'risi ichagim uziladigan darajada kulganman. O'sha bananni po'chog'i kechki payt qo'yganman, o'zim ham bilmaganman. Ertalab turib bundoq qarasam 2 million prosmotr bo'lgan. Ertalabgacha. Ikkinchi holatdagi video, ya'ni janjal videosi. Oq uydagi janjal videosi. Men o'zim uni olishga uspet qilganman, qo'yganman. Meni kanalimda masalan minuti ko'p-ku, minuti ko'pligini hisobiga 1 milliongacha borganda, lekin o'shani odamlar olib YouTube'larga qo'yib tashab, unga bunga qo'yib tashab, u vashi portlab ketgan. Uni butun respublika, butun O'zbekiston, даже chet davlatlar ham ko'rgan. Aynan o'sha videoyingizni o'zimga qo'ymaganimdan, ya'ni o'zimni kanalimga qo'ymaganimdan men ham afsuslanganman. Siz ham ko'rgansiz, qo'ymoqchi bo'lgansiz. Ko'rganman, qo'yish xayolimga kelmagan. Aynan YouTube kanalim bo'la turib, men qo'yish xayolimga kelmagan, ya'ni obunachilarimga ko'rsatish xayolimga kelmagan. Lekin men bitta qaysidir YouTube kanalini ko'rganman, esimdan chiqib qolgan. Imенно mana shu videoyimni qo'yganda 15 million prosmotr bo'lgan. Ko'rdim unaqa videolarni ham, ya'ni kanallarni ham. Men ham ertalab uyg'onyapman. Kechki payt ko'rganman videoyingizni. Ertalab uyg'onyapman. Ne ko'z bilan ko'ring, butun YouTube sizni videoyingiz bilan to'ladi. O'zimga o'zim aytaman, ahmoq. Nimaga qo'ymading? Butun obunachilaring ko'rardi. Sen birinchi qo'yishing kerak edi. Chunki meni ham obunachilarim, sizni ham obunachilaringiz nimadir yengillik bo'lsa, birinchi ko'rish xohlaydi va bizdan ko'rish xohlaydi. Menda masalan YouTube endi mana YouTube ochganman. Lekin o'sha payt YouTube'im bo'lganda men обязательно qo'yardim YouTube'ga. Endi menda xayol bo'lmagan. Yana bir eslatib o'taman, hozir ekranlarda ko'rinadi. Sizning YouTube kanalingiz hamda Instagram sahifangiz. Hozir adashmasam obunachilar ko'rayotgan bo'lsa, bizani YouTube kanallarimiz birlashib qo'yilgan bo'ladi YouTube'da. Shunaqa. Okay. Taksi sohasida ishlab turib, taksidan topgan daromadingiz orqasidan ochildimi taksipark? Shunaqa. Azgina jiyanim bor. Uni o'zimga sherik qilib olganman. Endi shunaqa holatlar bo'lgan. Men masalan taksiparklarni reklama qilardim. Taksiparklarni reklama qilardimda, ular sharoit yetardi. Mana bunaqa sharoit qilib beramiz, siz orqangizdan voditellar kelsa boshqa derdi. Bitta taksipark bilan ishlaganman, u haromxo'rlik qilgan, nohaqlik qilgan. O'tdan keyin chiqib ketganman, chunki va'dasini ustida turmaganda, bu yoqda haydovchilar borib so'rasa, samo soboy men ularga va'da bergan narsa u yoqda bo'lmagandan keyin men gapirishadi, unga emas. Ikkinchi taksipark bilan ishlaganman. Ikkinchi taksipark bilan ishlaganimda ham hammasi yaxshi bo'lib kelganda, 1 yildan keyin yana boshlangan o'sha. Eski tos, eski to'g'ri. Shu bilan keyin ishonsangiz yana Allohdan so'rayman har kunida, yotganman. Nimadir qalbimga sovurganda, baraka topkur. Shuncha obunaching bor, shuncha haydovchilar seni taniydi. Borib kimlardir kelishib, ular uchun sharoit qilib beryapsan-da, ular baribir nohaqlik qilyapti. O'zing och. Brending bor, boshqa ham bor. O'zing och deb keyin yotganman, mana shu 3 kun
ko'nglimga hech bola sig'maganda. Ochaman deb endi ozgina mablag' yetmagan. Chunki mablag' ketadi yaxshigina. Shu jiyanim bilan gaplashib turib, "San sherik bo'lgan, mablag'dan mamunchasini yordam qilgan, o'zimiz ochaylik-da. Masalan, haydovchilik kelgan paytda men o'sha nima va'da qilsam, o'shani men qilib bera olmayman. Foizimi nima yengillik bo'ladigan bo'lsa, men qilib bera olmayman, chunki men o'zim ham haydovchiman" deb turib kelishib ochganmiz keyin. Aynan shu taksopark, ya'ni o'zingizni brendingizni qo'ygan taksi nomer. O'zimni brendimni qo'yganman. Taksi nomer 001. Xudo xolasa, bugun 17. 22-yanvarda 1 yil bo'ladi ochilganiga. Lekin 1 yil hali bo'lmasidan oldin top 10taliklarni safida-da taksoparkingiz. Top 10talikning ichida. Allohning izni bilan. Sizga ancha bizda hasad yo'q bilasiz, havas qilamiz. Biz ham misol uchun o'zimiz bilmagan holatda siz, men va bizning yaqinlarimiz shaxsiy brend qilganmiz o'zimiz bilmagan holatda. U paytlar hali biza ijtimoiy tarmoqda yurganda shaxsiy brend haqida hech kim og'iz ochmagan. Ya'ni bu to'g'risida o'ylamagan ham hech kim. Xayoliga kelmaydigan narsa bo'lganda. Mana hozirgi paytda shunday yaxshi taksopark, top 10talikda yuradigan, haydovchilarni o'ylaydigan taksoparkka rahbari lavozimidasiz. Ya'ni sizni qo'lingizda o'zingiz kimnidir ishchisi emas, sizni qo'lingizda ishchilar ishlayapti. Lekin o'zim ham yana taksida ham yuraman. Aynan shunga besh ketaman. Ham bu yoqda ish davom etadi, ham taksida ish davom etadi. Obunachiligi o'zingizni shaxsiy fikringizni bildirsangiz, ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, taksi sohasida sizchalik ishlamasligini, ya'ni manchalik ishlamasligini, sizchalik ishlamasligini bizni ko'rsatayotgan natijalarga nimaga men erisha olmayapman degan fikrga kelib qolishadi. Nima qilish kerak? Mana bunaqa narsada, menda shunaqa payt bo'lgan. Masalan, pashti 70-80% dan o'zingizda ham xabaringiz bor. Abduqodir xabari bor. Ya'ni taksi rate. Taksi rate Abduqodir ukamiz. Shunaqa paytlar bo'lgan, paytida roltingga zor bo'lgan paytim ham bo'lgan. Uni men istoriyalarimni ham qo'yganman boshqa. Men uyalmayman. Haqiqatan shunaqa kun bo'lgan, roltingga zor bo'lgan kunim bo'lgan. Masalan, shunaqa kunim bo'lgan, bundoq bir qarab turib, u yoqqa chiqib ketib, baqirib yig'lagilarim kelgan. Shunaqani qiynalgan paytlarim bo'lganda. Endi avvalambor maqsad qo'yish kerak. Maqsad. Hech narsaga chalg'ish kerak emas. Masalan, Sparkda ishlagan paytimda tug'ilgan kun, oddiy, shanba, dam olish degan narsalar bo'lmaganda. Hozir mana sal lintay bo'lib qolganman. Arendada mashinalar bor, taksopark bor, o'zim ham chiqib aylanib, kunlik masalan 500 ming, 600 ming ishlayman. O'shani hisobiga sal erinchoqlik bo'lib, qanaqa u ham desa, ishlar ko'payib, taksoparkka ham qaramasangiz bo'lmaydi. Bankka pul perevod qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz, u haydovchi bilan muammosini gaplashasiz, bunisini qilasiz. O'shani hisobiga sal ishlash mundoqroq bo'lib qolgan. Lekin shunda ham chiqib ishlayman. Mana hozirgi kungacha, mana 2020 dan hozirgi kungacha dushanbadan jumagacha bo'ladigan hafta kunlarida men hech qachon 9-10 gacha uxlab yotmaganman. Hech qachon. Unaqa kun bo'lmagan. Kasal bo'lganimda ham 40 temperaturada ham chiqib ishlaganman. Самое главное maqsad qilish kerak. Maqsad qilib turib ishlaydigan bo'lsa bo'ladi. Mana masalan, menda sal finans boshqacharoq aylantirib tashaganman. Cho'ko Cobalt arendaga chiqarganman, oqqa olganman, yana ozgina yig'ib turib bitta Lacetti olganman, arendaga chiqarganman. Keyin yana ham ozgina yig'ib turib, yana bitta Trekkerlarni borib olib turib olib chiqarib, o'shalardan tushganni bu yoqdan o'zim ishlaganni yana qo'shib turib, keyin Y2, Honji, Y2 mana shunaqa bo'lib ketgan. Hozirgi paytda nechta mashina arendaga chiqarib qo'ydingiz? Xo'p, hozirgi vaqtda 4 ta Honji bor, 2 ta Y2 bor. Bitta Trekker bor, bitta Cobalt, bitta Lacetti. Hammasi shu taksi orqasidan. Men aytmoqchi bo'lganim, qarang. Sizga savol berdim. Menimcha savolni aniq bera olmadim.
harakat qilish kerak deysiz, to'g'ri harakat qilish kerak. Lekin degan narsa bor. Siz qilayotgan daromadingizni men qila olmayman. Men qilayotgan daromadni boshqasi qila olmaydi. Nimaga? Chunki hammani rizqi har xil. Harakat qiladi. O'zini rizqi darajasida harakat bo'lsa, nimagadir erishadi. Endi rizq Allohdan, ha? To'ppa-to'g'ri. Alloh hammaga har xil rizq beradi. Masalan, so'rashga ham bog'liq. Men hech qachon Allohdan 500 ming rizq ber yoki 700 ming rizq ber deb so'ramaganman-da. Limon so'ragansiz. Yo'q. Ibla bo'lmaydigan darajada rizqimni yog'dirib bergan Allohim deyman. Haligacha. Shu darajada rizqimni ber, men ibla bo'lmaydigan darajada deb. Men va'da berganman, kibrlanib ketmayman deb. O'shaning uchun ham mendan hozir u kim so'rasa ham mana mashinalarimga brendlar yopishtirib olaman-ku, kimdir uyaladi. Taksida yurganidan, taksi qilayotganidan. Mendan kim so'rasa ham men tamom bo'lgan kirakashman, taksiman deyman. Brendlarni yopishtirib olaman. Menga umuman qizig'i yo'q. Soqqa rizq, Allohdan ertalab rizq so'rayman. Hammaga yaxshi tilaklarni tilayman, chiqib ishlayman. Sovchilikka borganingizda qanaqa mashinada borgansiz? Bu juda nozik tema. Endi masalan, o'sha tomon ham ko'rishi mumkin bu videoni, xafa bo'lishmasin. Sovchilikka borgan paytimda Sparkda borganman. Yandex Go nakleykalari bilan birinchisida отказ bo'lgan. Ikkinchisida jahlim chiqib o'zim aytganman. Xato qilasizlar отказ qilsanglar deb. Astoydil yopishganman. Endi o'sha paytda ham masalan menga taksis nazarda qaragan, endi uni uydagilar emas, yon atrofidagilar. Gap so'z bo'ladi-yu, bizning o'zbekchilikda bor. Voy, taksis ekan nima qilib beradi? Uy ekan nima qilib beradi deb meni mensimaslik bo'lgan. Tushunasizmi? O'sha paytda men masalan aytganman-da, rizq Allohdan deganman. Agar bu qiz meni peshonamda Alloh menga shuni nasib ravo ko'rgan bo'lsa, shu qizni menga ani qo'shqo'llab yo'q deyishsa ham foydasi yo'q-da. U qiz demak meniki bo'ladi. Agar meni rizqim bo'lmasa, meni nasibam bo'lmasa u qiz ular olib kelib majburlab bersa ham uni ilojisi yo'q. To'ppa-to'g'ri. deb aytganman. Hozirgi kunda o'sha tomondan gapirganlarning vaziyati juda boshqacha. Juda og'ir holatda deydi-yu. Chunki u paytda siz nolda bo'lgansiz. Ha. Hozirgi paytda hozir o'zingiz tasdiqlab turganingizda ham arendator, ham Yandex'ni to'g'ridan to'g'ri hamkori, rahbar, ham mehnat qiladigan, mehnatkash insonsiz. Shunaqa. Mana o'zimga o'zim bir xil payt aytaman. Uyga vaqtliroq boraman bugun deyman. Vaqtliroq borganim 10, 11, 12 kirib yotib uxlaguncha yana 1, 1:30, 2. Lekin baribir ertalab 7 da как положено uyg'onaman. 6:30, 7. Mana shu narsani odam rejim qilish kerak. Mana taksi sohasida yuradi-yu, rejim bo'lish kerak, maqsad bo'lish kerak. Shunaqa shogirdlarim bor. Men eslasangiz bir paytlar Yandex bo'yicha обучение qilaman deganman. Ya'ni daromadni ko'tarishni o'rgataman deb. O'sha paytda meni oldimga kelgan odamlardan men so'rardim, "Nechta pul daromad qilasan bir oyda?" deb ko'rardim. 5 million daromad derdi. Men mashina senga keyingi oyda 15 millionga qilib beraman derdim. Qanaqasi yonimdan emas, men unga o'rgatardim. Mana bunaqa ishlaysan, men bu paytda mana bunaqa qilasan, men bu paytda mana bu paytda yurasan derdim. O'sha bolalar haqiqatan keyingi oyga 15 millionga chiqardi daromadga. Oddiy, masalan, bittasi hozir ham men bilan shu yerda, shu parkimda ishlaydi, men bilan birga yuradi. Qatta yurmasam, men bilan birga. Jumalaga birga chiqamiz. O'sha bola Cobalt haydardi 2014. Hozir nima mashinada yuribdi deb o'ylaysiz? Xonchi? Yo'q. Yuvanab. Yuvanab. Jo'rabey degan shu shogirdim bor. Yuvanabda yuribdi. O'zim ham Instagramda bir aytdim, mana shu обучение qilaman. Shu o'zingizlarni daromadinglarni yuqoriroqga olib chiqishga yordam qilaman dedim. Faqat daromadinglarni oyligini tashlaylar menga. Endi
tarif rejasiga to'g'ri keladigan narx-navo topayotgan odamlar ko'p ekan bizda. Alhamdulillah odamlar yaxshi ishlayapti, uni ham lekin kam deyishadi. Ko'ryapman 10 million topgan odamlar, ya'ni start tarifida 10 million hozirgi paytda toza daromad, yaxshi pul hozirgi paytda. Men aytdim, обучение qilaman dedim. Shuni ham bir mo'ljalga oldim. Akbar aka nima deysiz? Xudo xolasa siz, men, Abduqodir o'zimiz mana yaqinlar bir обучающий yana boshqatdan shopirlarga bir darslik qilamizmi? YouTube kanaldami? Bo'ladi. Bu Yandexda просто yoqding, yurding bo'ldi emas-da. Unga ham strategiya kerak. Strategiya kerak, staj bo'lish kerak, qayerda qaysi zakazni olish kerak, qayerda qaysi zakazga ko'z yumib propuskat qilish kerak, qayerdadir отказ qilish kerak. Analiz qilishni bilish kerak. Analitikani kuchaytirish kerak. Hozir tем более mana mo'y rayonlar chiqib ketgan, u paytda mo'y rayonlar bo'lmagan. Ko'pchilik aytadi, u paytda narx-navo boshqacha bo'lgan, hozir boshqacha. Yo'q. Hozir ham bolalar bor. Yana bitta shogirdim bor. Aytganingizdek, uni masalan Xonji desangiz bo'ladi. Xonji haydaydi, 30 million uradi oyiga. Zo'r daromad hozirgi payt. Uni hozirgi holati meni u oldingi boshlangan holatim, ya'ni Sparkda yurgan holatim, uni hozir Xonjida holatida. Yillar oxirigacha qarzi bor. Juda katta qarzi bor. O'shani yopish kerak, majbur ertalabdan kechgacha shanba, oddiy bayram unaqa narsa yo'q, faqat ishlaydi. Eng qizig'i u masalan o'lib qolmayapti, to'kilib qolmayapti, boshqa qilmayapti. Hozir masalan negativlar bo'lishi mumkin. Bu bundoq. Yo'q. Erkak kishi uyda o'tirish kerak emas. Erkak kishi ertalab bismillah deb rizq so'rab chiqib ketish kerak. To'y hashamni yig'ishtirish kerak. Bu masalan nimadirga erishmoqchi bo'lsangiz, nimadirdan ketishingiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Iloji yo'q. Men 2020-yildan bu yog'ini hisoblaydigan bo'lsangiz, men mana bu yildan choyxona borib qayerdadir o'rtoqlar bilan yoki rahbarlar bilan yig'ilib o'tirib, bu narsa yeyish degan narsa endi menda boshlandi. Bu paytgacha faqat mehnat. Hozir ham mehnat. Nimaga desa, ikkita bolam bor hozir. Muhammad Solih, Muhammad Mustafa. Ular o'sha o'sib kelyapti. Kiyim, bog'cha, Muhammad Solih arab tiliga boradi. U yoqqa uni ham yurib bu narsa qilish kerak. Hozir o'zim ham mana biznes premier tarifda yuraman. O'sha mo'ljallab turibman, o'zimni ham mashinamni chiqarib yuboraman, yana Cobaltga qaytamanmi deb. Xo'p aka, taksoparkka odam ishlayotgan sonida hozirgi paytda top 10 talikdaman deysiz. Ya'ni o'zimiz ham guvohimiz top 10 talikda yurganingizni. Taksoparkda ishlayotgan odam soni tez ko'tarilganiga biz ham shokka tushib qoldik. Ya'ni hasad bilan qaramadik, havas bilan qaradik. O'zimiz ham ichimizdan xursand bo'ldik, o'zimiz ham bildik, harakat qildik, sizda ko'proq mana shu haydovchilik yig'ilishiga. Shunaqa. Nima deysiz shu bizani ko'rib turgan obunachiligi? Ya'ni sizni biladigan, sizni bilmaydigan, sizni endi ko'rib turgan haydovchilar bor. Taksoparkingizni manzilini aytasizmi? Xo'p, taksoparkni ochib yurg'izishda masalan sizga, Abduqodirga ham kattakon rahmat deyman. Masalan, sizlarning ham hissanglar bor. Abduqodir aka, sizniki reklamalar qilib berdinglar, tanitirdinglar. O'zim ham reklama qildim. Masalan, taksi nomer 001 taksoparkiga hozirgi kunda reklamaga muhtoj emas. O'sha brend hamma biladi. O'sha botda ishlayotgan haydovchilar tanish bilishi bor, gaplashadi, qayerda ishlayapsan, men bitta ishlayapman. O'tda nima qilyapsan? Mana taksi nomer 001. Kecha bitta haydovchi kelyapti. Men bu parkka o'tdim deyapti, sizni parkingizga deyapti. Siz ham haydovchi bo'lib ishlashingizni eshitib deyapti. Ya'ni siz o'zingiz taksist bo'lib ishlagansiz, haydovchi bo'lib ishlagansiz va taksistlarni tushunasiz. Shuna
qolgan haydovchilaringiz biladi, ya'ni sizni ishlayotgan haydovchilar Shunaqa. biladi. Undan tashqari bonuslar bor. Bonuslar qo'yamiz. Umra safarlarini qo'ydik, yutdi, ota-onasini yuvardi. Umid degan Qashqadaryo Shahrisabzlik ukamiz. Undan tashqari O'zbekiston bo'yicha endi buni ham etib ketmasa bo'lmaydi, reklama deb hisoblashmasin. Elektromobillarga zaryad qilish bo'yicha Spektr Energy stansiyasi bor. Ularning rahbariyatiga ham kattakon rahmat deb aytib qo'yaman men, hamisha aytaman. Ancha-muncha ular ham haydovchilarga ligota qilib berishyapti. O'shani borib gaplashib dogovorni qilganman. Hozirgi kunda masalan O'zbekistonning Luboy tochkasida kecha-yu kunduz mana taksi parkimda ishlaydigan elektromobil haydaydigan haydovchilarga 1,5 ming so'mdan kilovati. Bu ham bonus bu. Undan tashqari bitta shu joyi borki, Luboy haydovchi bilan foizi qancha deb qiziqadigan narsa bor. Haydovchi bilan kelishgan holda men gaplashaman haydovchi bilan, har bittasi bilan pashti. Necha foizda ishlayapti, nima qilyapti o'sha ishlayotgandan kam sharoit qilib beraman. Qo'limdan kelgancha qanaqadir yordam kerak bo'lsa, uni ham yordam qilaman. Plus, mana shu narsa rivojlanishiga obunachilarim ham ancha hissasi katta. Rizq Allohdan, duo onadan. O'zimiz ham so'raymiz, harakat qilamiz, sababini qilamiz. Obunachilar ham shu paytgacha qo'llab-quvvatlab kelishdi. Ularga ham kattakon rahmat deymiz. Shu jamoa borki, men ham borman. Men ham shu jamoa qo'llab-quvvatlashiga intilgan holda harakat qilaman. Xo'p, adresni ayting, san baribir aytmadingiz. Adres Men o'zim aytib qo'yaman, to'xtang. Yandex navigatorda taksi nomer 001 deb terilsa, to'g'ridan-to'g'ri Akmal akamni ofislariga to'g'ridan-to'g'ri olib keladi. Undan tashqari opisaniyada, kommentariyada telefon nomerlarini ham qoldiraman. Bemalol kelib podключение qilsanglar bo'ladi. Qanchadir probeg yursa moy berasiz, adashmasam. Xo'p, start tarifida 7000 kilometr yursa, komfort tarifida 6000 kilometr yursa, biznes tarifida 5000 kilometr yursa, motor moyini 3,5 litr motor moyini tekinga beraman. Goodyear, Petrodov, Shell bor. Bu elektromobillarda ham bormi? Elektromobillarga ham reduktor moylari bor. Castrol bor, Petrodov bor, o'sha 75 ga 80, 75 ga 90lari. Undan tashqari bu yerda holderlarimizni kolodkalar olib kelganmiz, ular ko'chadan arzon narxda beriladi haydovchilarga. Ko'chadan olmoqchi bo'lsa, shu narsalarni, bor narsani 100 ming so'm kamida qimmatiga oladi. Bu yerda 100 ming so'm arzoniga oladi. Ya'ni shu yerda ham shoferlarni o'ylagan holatda albatta, u sharoit qilmasa bo'lmaydi. Sharoit qilish kerak. Agar moy kerak emas deydiganlari bo'lsa, shu probekka yurib bersa, pulini ham tashab beraman. Ya'ni qarang, probek deganda ko'pchilik o'zim taksometrdagi probekka tushunadi. O'shani ham aniqlik kiritib ketasiz. Yo'q, Yandexda bajargan zakazini probegi kilometri. Har bitta klient olib borgan kilometri dispetcherskida hisob-kitob bo'ladi. Hisob-kitob bo'ladi, u yerda metrigacha ko'rinadi. Uni hech kim qo'lda o'zgartira olmaydi. Haqiqatan yurgan olgan klienti chiqib keladi. Hammaniki Luboy farqi yo'q. Shu navigatorga ham kiritganmiz manzilini, lotinchada taxi nomer 001 deb yozsa, Chilonzor 644 chiqadi. Shuni hozir videoda ham bundoq qilib yozuv chiqadi. Bundoq qilib o'zi navigatorga keyin bitta ursa, taksi nomer 001 bayrog'ini ushlab turgan rasmimni ham qo'yganman. Yandex navigatorga kiritilgan bu taksi park. Adashmasam, taksi nomer 001 aynan bayrog'i, logotip tushirilgan bayrog'i boshqa davlatda ham ko'rindi, ko'rinish berdi. Koreyada. Koreyada. Men o'zim ko'rdim, shu istoriyada qo'ydingiz adashmasam. Shunaqa. Koreyada shu ikkita qo'lni tepaga ko'tarib, sizni taksi parkingizni brendi bilan bayroqni ko'tarib ketishyapti. Shunaqa. Besh ketdim. Xo'p, aka-ukalar, kimda kim shu videoni yoqtirib oxirigacha ko'rgan bo'lsa, ayamasdan bittadan qizartirib, like-chani bosib qo'yib, podpiskasiz ko'rayotgan bo'lsanglar, taksi nomer 001 YouTube kanali hamda Taksi Polvon YouTube kanaliga obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardik va sizlardan minnatdor bo'lardik. Kommentariyada o'z fikringizni, ya'ni videodan olgan qanaqadir motivatsiyalarni yoki qanaqadir fikringizni yozib qoldirsanglar ham bag'oyatda xursand bo'lardi. Yana bitta narsa bor-da, bilasizmi? Bu narsani qilish sal qiyinroq.
nima deydigan bo'lsangiz, ko'chada nimadir ko'raman-ku, manda yo'q narsa, manikidan yaxshiroq narsa bo'ladi-yu. Men shu paytgacha hech qachon hasad qilmaganman. O'shani nimaga unda menda hasad bunaqa bo'lmaganda, sirazu o'sha yerda o'zida so'rayman Allohdan. Allohim, menga bundan ham ziyoda qilib ber. Men ham erishish shu darajalarga deb turib intilaman. Lekin masalan hozirgi paytda mana darajam shunaqa. Lekin shunaqa insonlar bor, darajasi mendan 10 karra, 20 karra balandroq-da. Demak, ularga shunaqa rizq berilgan. O'sha rizq ularga shunaqa berilgan, menga bu rizq berilgan. Okay, bizani obunachilar bizga Xudo xolisa havas qilib boqishadi, ya'ni qarashadi. Xo'p, bizani harakatimizni ko'rib motivatsiya olishadi. Bizani obunachilar eng zo'r obunachilardan hisoblanadi, okay? Siz obunachilaringiz, meni obunachilarim. Endi bizani ko'rishadi, lekin obuna bo'lmay negativ bildiradiganlar aytganingizdek, ana hasad ko'radi. Bor ana xili filmini profildan. Yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, men bu narsa bo'lishini yetti uxlab tushimga kirmaganda tasavvur qilmaganman. Yandexdan kelib mendan intervyu olishdi. Ko'rdim bu narsani. Ya'ni taksi sohasida ishlab turib, hozirgi kunda partnyor, ya'ni rahbar lavozimiga kelgan haydovchimiz deb qo'yishgan o'zini kanallarida, ko'pchilik kanallarda aylandi. O'sha yerda ham bitta-ikkita kommentariyalarni menga tashashdi. Taksida emas bu. Qatdan taksida qilasan, o'zi kimlardir chicholmay yuribdi, o'zi zo'rg'a yuribdi, mana bunaqa yuribdi. Mana shunaqalarda, tushunasizmi? Aynan mana shunaqa gaplarni men ham ko'p ko'rdim, ko'p eshitganim uchun siz oldingizga intervyuga keldim, okay? Siz bilan doim birgamiz. Doim birgamiz. Lekin shu intervyu uchun alohida ishimni tashlab keldim, o'zingiz ham xabaringiz bo'ldi, okay? Sizdan biroz gapingizni olgani kelyapman dedim. Mana yana takrorlab aytaman, uni o'zingiz ham bilasiz. Taksi sohasidan boshqa daromadim bo'lmagan. Hozirda bor. Buni o'sha ana kelayotganlarni ana yig'ib o'tirib boshqa qilmasdan unga qilib sarflayapman-da. Kelgandi. Lekin hammasi boshlanishi именно taksi sohasida Yandexda ishlab turib. Hammasini boshlanishi ketma-ket korobkasi buziladigan Sparkdan boshlangan. Korobkasi buziladigan Sparkdan boshlangan. O'sha Sparkka korobkasini remontga boya aytdimi, olib kirardimi? 27-28 soat ishlab olib kirardimi? O'sha paytda o'zimni chiniqtirgan ekanman-da. Masalan, bir xil kommentariyalarda yozadi, ana Cobalt yurgan paytimda 1 millionlab rezultatlarni tashirdim-ku, aka terminatormisiz, o'tiraverib ko'tingiz to'rtburchak bo'lib ketmaganmi, gemoroy bo'lib ketmaganmi, unaqa bo'lmaganmi, bunaqa bo'lmaganmi? Inson zoti eslab qoling, egaladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Ko'nikuvchan. Mana bir xillarni aytadi, men bu ovqatni yemayman, men bu ovqatni yeyman deydi-yu, misol qilib aytaman. Hayot majbur qilsa, undan battarini ham yeydi. Tushundingizmi? Mana masalan, men ahamiyat bergan bo'lsangiz, kiyim kiyishga qiziqmayman. Borini kiyib ketaveraman. Bitta kiyimni oylab ham kiyib yuraveraman. Buna qizig'i yo'q. Kiyim o'zgartirmaydi odamni. Mamay toza bo'lishi kerak. Bolalarimga qilaman, oilamga qilaman, boshqa qilaman. Lekin demoqchimanki, tinmayman-da hozir ham. Ishlayveraman, qayerda nima qilsa bo'ladi? Babit chiqib masalan, ertalab kelib momentda o'tirganim bilan ishchiligi yomon ko'rinib nima qilaman? Undan ko'ra chiqib aylansam, ancha daromadda. Lekin bitta narsani tan olish kerak, sizni ishchilaringiz oltinga teng, ya'ni tilloga teng. Bu bilmayman, sizga lotereyadan chiqib qolganmi bu ishchilar? Mana shu eng nomerali ishchim bor. Mana shu yerda ochganimda ham eslasangiz, ertalabdan kelib o'zim o'tirardim. Ishchilarim yo'q edi, u ishchim bo'lsa, uni o'rgatguncha bunaqa bo'lib turib, oxiri keyin aytaman, Allohdan so'rayman.
Allohimga ham aytganman, Allohim mana shu ham bir ishchilardan ber, bundoq bir mazza qilib ko'chada yurib ishlab, men ham ishim bitirib, bu yoqda bir xotirjam o'tiradigan odam bo'lsin degan paytimda Toyirdan oldin ham gaplashganmiz-da, Toyir bilan. Qattandir Allohim Toyirni yetkazganda menga. Juda ham tilla bola. Toyir- Hozir ham gapingizni bo'ldim. Bizani intervyu olishimizni shundoq sharoitini qilib berdi. Ha. O'zi qor yog'ib yotsa ham ko'chada. Shunaqa u Toyir juda bir boshqacha bola. Mani mehrim ham boshqacha unga, birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan, muomalasi, madaniyati bunaqa insonlar kam. Masalan, hozir Toyir 2 kun mashqda qolib ishlashimiz kerak ekan, mana bunaqa qilishimiz kerak ekan deymani. Kamera ortida xohlasangiz shu savolni berib ko'raman. Nimaga aka, mani mana bitta ishim bor yo boshqa demaydi. Bo'ldi, tamom deydi. Nimaga deb muhokama qilganini yo'q. Tushunasizmi? Men guvohman. Ha. Bo'ldi, tamom deydi, tamom. Xo'p, okajon, shu bilan intervyuni shu yerda tugatsak. Qarshi bo'lmasangiz, Ya, sizni man- hayotingizni boshidan oxirigacha ko'rsatib berdik desam ham bo'ladi. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Muxlislarimiz ham shu videoni ko'rgan vaqtiga rozi bo'lishsin. Oxirigacha ko'rgan qadri baland qadrdonlarimiz oxirigacha ko'rdim. Gap yo'q, respekt yozib qo'yishsa, undan ham xursand bo'lamiz. Bu ham bir tarixda. To'ppa-to'g'ri. Joninglar sog' bo'lsin, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yib, yaqin taksist aka-ukalarga yuborib qo'yishingizni so'rab qolardim. Ularga ham qanaqadir bir manfaat tegardi va bizani video qanaqadir miqdorda motivatsiya bo'lsa, biz yanada xursand bo'lgan bo'lardik. Joninglar sog' bo'lsin. Charchamanglar. Hammaga rahmat.